Settingsga kiramiz. Pastroqga tushamiz. Pastroqdan General, Software Update. Hamma galочкаlarni o'chiramiz. Короче, yongan narsalar hammasini o'chiramiz. Bu yerdan chiqib airdropda ham receive off hammasini o'chiramiz. Airplay and handoff bundan neverni qo'yib qo'yish kerak. Keyin qolgan hamma pitichkalarni o'chirib qo'yamiz. Background up refreshdan ham kirib, bu ham ochiq turishi kerak. O'zimda ochiq ekan hozir. Polni ochiq turishi kerak. Tak, bu yerdan xo'sh, privacy and security. Bunda hammasi ochiq, bu ham yoniq turmasligi kerak. Ko'pchilik yoniq turadi. Location bilan tracking degan yoniq turadi. Mana shuni o'chirib qo'yish kerak. Ochiq holatda. Accessibility ga kiramiz. Display text size, reduce bilan increase contrastni yoqib qo'yish kerak. Motion ga kiramiz. Motiondan reduce motion yoqib, qolgan hammasini o'chirib qo'yamiz. Bu joyda oynalarni bittasidan boshqasiga o'tishi ozgina sekinlashadi, animatsiya o'zgaradi, lekin telefon PUBG'da yaxshi ishlab boshlaydi. Switch control o'tamiz. Pastroqda gliding cursor deganni topamiz. Sizlarda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Kirib, buni ham tezga qo'yamiz, precise ga qo'yamiz. 120 qilamiz. Xohlasalaring plus bos, xohlasalaring klaviaturada. Touch, haptic touch. Buni ham fast ga qo'yamiz. Chiqamiz. Keyin App Store ga kiramiz. App Store'dagi holatim xuddi shunaqa turishi kerak. Pastdagi oxirgisini ham o'chirsalaring ham bo'ladi, tursa ham hech narsa qilmaydi. Chiqdik, bu yerdan privacy security, eng pastga tushsak analitika va improvement turadi. O'shani ham hammasi ochiq holatda turishi kerak. Ko'pchilikda birinchi yoniq turadi. Shuni o'chirib qo'yish kerak. Nastroylarni qabul qilgandan keyin